Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Gazi Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislağa 2024 yıl 7. ayının 24. günü haftaga çarşamba vatandaşım. Bugünkü vaziyetimiz, günden günge okşamaydığı vaziyetimiz, evvel bu vaziyet ve leksiyanı sözleşten avval vatandaşları tüzütüş. Çünkü sözlüge leksiyamda ben 2023 yılı 11. ayının 3. 4. günü deptimin. Onda kalmaz 2023 yılı 11. ayının 24. günü. Del 2022 yılı 11. ayının 24. günü Örümçe'de ot aptı yüz verip Uygur balı çakalı atağınız bilen koşup köydürülgen 80 nefer Uygur köydürülgen günü 2023 yılı 11. ayının 14. günü dige kelgende Avrupa yani Çekiya Cumhuriyeti'nin Praga şehrinde halkara mütefekkirler, profesörler, doktorlar Uygur meselesi doğrusunda fikir muhakeme kılıp Uygur'un meselesi bugün kişilik hukuk dairesinden alkıp çıktı. Yani biz Uygur meselesini müstemlike devlet, müstemlike millet katardı muamele kılımız değil. Şuna tünügünki çizla hatalık yakiminin sözlügen sözümdeki vakit hatalık yani ötken yılı 11. ayının 3. günü degen sözünü ötken yılı 11. ayının 24. günü dep tüzütüp anlaşanlarını okuşanlarını ümit kılmen vatandaşlarım. Endi bugün kişilerge sözleydiği leksiyemiz nemi deyimiz hazır anlağandı bilisiler vatandaş. Onun da avval sizlerge eytediğim tünügünki leksiya muhakemede ben 50% yakıllap keptimen. İşte Pakistan üzüge 50% yakıllap keptimen vatandaş. Hani onun içinde iki mesele boyunca mesela dikkat kıldığın nokta Filipin bilen Cunga oturusunda tüzülgen vakitlik kelişimni, tüzgen kelişimni Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi bayanatsa Meller efendi kolladı. Bu doğru dedi. Bırak azı Cunga Kom Partiyasının yaki Taşkı İşler Ministeri Wang Yi'nin Beijing'de Palestin teşkilatlarını yığıp gelip Beijing hitap namısı ilan kılıp onun Hamas'ı mı rehberlik Katar'a kirgizgenligini Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti karşı anmaydıqallığını bildirdi vatandaş. Bunun karşısınız azı Hamas uruş girip İsrail'e uruş açkan bir teşkilat yaki otur şehirde bir terörist teşkilat deyip karalganda onun rehberlik yani Gazze rayındaki hükümet kuruş faaliyeti, rehberlik faaliyeti katnaşkanlığı bu ne? Hakikaten Amerika Koşmuş Ştatları ve Garp dünyası kabul kılanmaydı vatandaş. Ama şunak ne etkanda Cunga Kompartiyası sen yaxşı iş kılıp atamsan yaki nime? Sen otur şehirde Amerika karıştırdığın bir faaliyetini, İsrail'e karıştırdığın bir faaliyeti teşkilat atamsan nime? Bu ne? Yani cihan özü tetkik kılıp, özü bilip, oturuğa çıkır, bir kulağız çıkırdı vatandaş. Yani şundak ahvalda sen Cunga Kompartiyası tünügen 2-3 iş kıldın. Mesela Filipin'de dedik. Mesela Ukrayna Taşkı İşler Veziri Kolbah yetip geldi Beijing 2. ay. 7. ayının 21. günden 4 günlük muhlet ulan bugünkü ziyaret yetip geldi vatandaş. Onun deyken anda Palestin meselesi doğrusu ki meselesini sözlep bulduk. Anda en mühimi sizler gevdlik aldı sözlüğünümüz Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası. Cunga meselesi boyunca Fevkalade Komitetinin reisi yaki lideri Johnson Moliner efendi şundak dedi hem dediğiyle emez. Bundan qarısak bugünkü haberde devlet meclisinde bu doğru da. Mesela Cunga'da internet tamlarını öğretiş doğrusu da. Devlet meclisinde bu qatam guvahlık biriş, guvahlık eliş yığınım ötküzülüptü. Onun üstüge Newsweek'i yazgan bir parça makalını tüngün silah ediyorduk. Xi Jinping biz bu tam yani internet tamlarını öğreteyli dedi. Şundak dep Newsweek'te
Amerikada danlıq jurnalda maqala e'lon qildi dedik. Bunun sebebi hazır Jungo'da dedik. Jungo'da matbuot erkinlik ko'tarilgandek, bir boshliq paydo bo'lgandek degan bir ikki jumla so'zni qistirganda vatandosh biz nima dedik? Rais Xi Jinping hazır matbuotni qo'yib berdi ekansiz. Qaraganda bu ishning boshlanishi bo'ladi. Alqishlaymiz, qo'llaymiz dedik. Mush alqishlaymiz, qo'llaymiz deganimizdan aytganda Rais Xi Jinping qaratganda bu ish Rais Xi Jinpingning o'zining ishi emas-ku vatandosh. Şun bir yerdə alqışlayımız, qollayımız deganimiz ortiq ketibdi. Bu iş qandaq yuz bergan ish? Masalan, Wang Yi kompaniyasi Jungoda Jauziyanın simvollik ma'nosi nimasini ko'tarib, munarg'i usti deydi. Bu munarg'i usti degan gap söz matbuot erkinligini cheklab turayotgan munarg'i usti degan gapga vatandosh. Shu maqolada ko'rsatgancha nima debdi? Hazır Rais Xi Jinping g'oyib. Rais Xi Jinping hazır yallıqda ko'zdan o'chdi. Nega ketdi? Masalan, mushu matbuot erkinligi qo'yib etilganda Xi Jinping nega ketdi degan mavzuni Van ve Torbiti mavzu qo'yib o'zining xabariga qo'ygan gap vatandosh. Demek biz bir yer tunigunki mujmallik yoki 50% yetib keldik deganimiz bu matbuot erkinligini Rais Xi Jinping bo'shatdi deganimiz buning o'zi xato. Nimishqa desangiz, biz hozir bu hukmni qanday qilamiz? Masalan, birini qilgan hukmning xulosasi yoki negizi nima desangiz, xalqaro besim Jungoning ichki vaziyatining besimi balki Jungnan Xayni, balki Xi Jinpingni mush yo'lga keltirgan bo'lishi mumkin degan bu bir xil tayyorlangan ya tayyorlanib turgan hukm bizning kallamiz yo'q buralliq qilib turdi vatandosh. Birinchisi xalqaro besim, ikkinchisi Jungoning ichki besimi. Uning so'z Jungoda qaysi bir kompartiyaning rahbari, qaysi bir kompartiyaning sekretari matbuot huquqini qo'yib etish degan so'z to'g'risida tarixga qo'yilgandan boshqa hech qanday odam hozircha o'tira chiqaramiz. Chunki matbuot huquqini qo'yib etish barobar Jungo kompartiyasining halok bo'lishi deganlikdir. Şunu tünügen biz kallımızdaki besim, xalqaro besim ve yoki Jungoning ichki vaziyati besimi aslida Rais Xi Jinping mush yo'lni tanlab olgan o'xshaydi deb hukm chiqaribdik. Bu hukmimiz xato. Endi siz bugungi xabarlarni anglaysiz. Men yana sizlarga aytgandek o'tgankidek, nima deyman buningda? Buning rosti va yoki yolg'on ekanligini o'zinglar hukm qilasizlar vatandoshlarim. Men oxirda ham tahlil qilaman vatandoshlarim. Sizlar bilan birlikda tahlil qilaman. Buraya mandaq anlayışsın da xabar. Öyle qısqa xabarlar şeklinde anlayışsınız. Xabar. Jungo Kompartiyasının iki çoğun hayvetlik diplomatik faaliyeti. Sorunda yüzünü körüşke amrak Xi Jinping'nin karısı mı o? Görünmeydi o. Canlı nazarı 7. ayının 24. günü. Ekranda signal özlüksüz keliyotidu. Asli mavzu uningdan chataq chiqdi. Ya'ni Xi Jinpingdan chataq chiqdi. Rongyan nazari 7. ayning 24. kuni yutib, har bir taraf Jungnan Xayni kontrol qildi. Anlamaya vatandosh. Har bir taraf Jungnan Xayni kontrol qildi. Devlet Mudofaa Universiteti professori Xi Jinpingni tanqid qildi, tillidi. Bu so'z Jungo torbatlarini bir qoplidi. Beijingda tarqalib yurgan so'zlarga qaraganda, Liu Yajou kuch to'plab Xi Jinpingni ayblab harkat qo'zg'adi. So'shavxi obzorlari 7. ayning 24. kun YouTube 10 soat ilgari. Meyada Liu Yajou degan qo'lga ilingan general edi. Bu ism qanday chiqib qoldi, buni tushunmadim. Sizga askartish o'rnida aytib qo'ydi vatandosh. Yana bir xabar. Ekranda Xi Jinpingdan nima chataq chiqdi? Asli mavzu Beijingda g'ayri bir ahvol o'tirg'i chiqdi. Xi Jinping guroyi kuchlik dushmanga duch keldi. O dushman kim? Umid Sadosi. TV 7. ayının 24. günü YouTube.
Xi Jinpingning rostli kasal bo'lib qoldimi? Xi Jinping rostli kasal bo'lib qoldimi? Wang Huning uning o'rniga chet elga ziyoratga chiqadigan bo'ldi. Diqqat vatandosh. Chimpokong dunyoga nazar 7-oyning 24-kuni YouTube. Ekranda Xi Jinping tizginlandimi? Partiya matbuotlaridagi hukmronlik o'rnini yo'qotib qo'ydi. Ko'rdingizmi? Partiya matbuotlaridagi hukmronlik o'rnini yo'qotib qo'ydi. Xi Jinping tizginlandimi? Axborot nuqtalari Li Muyang 7-oyning 24-kuni YouTube. Muqimlashdi. Mana ma xabarga qarasizmi? Oxirgi bizning qisqa xabarlarimizning oxir xabari. Muqimlashdi. Xi Jinping harbiy tarafdan Mirza qamoqqa ilindi. Muqimlashdi, takrorladim. Xi Jinping harbiy tarafdan Mirza qamoqqa ilindi. Beijingda yaqinda imzolangan Falastinning 10 tashkilotini birlikka keltirish va Beijing xitobnomasi diplomatik faoliyatiga Reis Xi Jinping qatnashishni talab qilganda rad qilindi. Demak, harbiy taraf Mirza qamoqqa oldi, yuqorqi talabni qo'yganda rad qildi, ya'ni harbiy taraf rad qildi. Rad qilindi. Natijada general Zhang Yusha tarafidan rad qilindi. Reis Xi Jinpingning ayoli Feng Liwen yig'lab turib, mundaq dedi. O sizlarning davlat raisinglar edi-ku. Su Shaoxi obzorlari 7-oyning 24-kuni YouTube 1 soat ilgari. Men boshda aytdim vatandoshim, rost yolg'onni siz o'zingiz ayirib olasiz billah. Biz endi muhokama qilamiz dedim, vatandosh savol qo'yaylik. Hozir Reis Xi Jinpingni harbiy taraf kontrol qildi. Ya'ni Reis Xi Jinpingni harbiy taraf Mirza qamoqqa oldi. Xitoy tilida ranjing qildi. Demak, hozir Reis Xi Jinping harbiy tarafdan qo'lida. Tuniginki Beijingda yuz bergan matbuot erkinligi Reis Xi Jinping o'zining o'rnida bo'lmaganligi uchun to'rbetdirdi. Dastlabki qadamda bayqalgan bo'shash, qo'yib etish, to'rbetdir o'zi harakatga kelib qo'yib etish hodisasi deymiz endi. Endi tahlil qilib boqaylik. Bizning tahlilimiz bunday vatandosh. Kolba Ukraina Tashqi ishlar ministrligining tashqi ishlar ministri Kolba Beijingda 21-kunida 24-kuni bugungacha 4 kun. Kolba bilan ko'rishish, Kolba bilan mungdishish, Kolba bilan fikr almashtirish bu avval birinchi bo'lib Reis Xi Jinpingning vazifasi. Afsuski bu 4 kun ichida Reis Xi Jinping Ukrainaning ministri Kolba bilan ko'rishgan hech qanday xabar yo'q. İkincisi, buningdimi egri, hozir Jungo Kompartiyasi O'rta Sharqdan foydalanib, O'rta Sharqni qalaymakan qilish va O'rta Sharqni qo'lga keltirish orqali Amerikaga va G'arb dunyosiga taqobil turish. Bu Jungo Kompartiyasining belgilangan tashqi siyosati. Mushundoq cho'ng siyosatni belgilabsan, ya'ni shundoq cho'ng ishni qilib o'tibsan, undaqda Falastinning 10 tashkilotini Beijingga elib kelib birlashtirgan va Beijing xitobnomasi e'lon qilgan Jungo Kompartiyasining sekretari Nemishga so'rinda hozir bo'lmadi. Nemishga bu Falastin 10 tashkilotning rahbarlari bilan ko'rishmadi. Nemishga Beijing xitobnomasi e'lon qilingan maydonda paydo bo'lmadi. Endi bunda qo'yimiz savolni vatandosh. O'ylab boqing o'zingiz. Tugidimi? Kolbaning oldiga chiqmadi. Falastinning oldiga chiqmadi. Ani Chimpokong nima dedi? Chet elga Wang Huning chiqdi. Xi Jinping chiqmaydi dedi. Undaqda nima bo'ldi Reis Xi Jinping vatandosh? Endi yana bir misol qilaylik. Endi hozir xotirga managa tushamidan Amerika Qo'shma Shtatlarining şirket vakilleri, yani Saudi ticaret vakilleri Beijingni ziyorat qildi mushu kunda. Wang Yi darhol qo'yilgan talablarga javob berdi. Xo'sh, şirket vakilleri, Saudi vakilleri buni hech bo'lmaganda Xi Jinping ko'rishmagandimi? Jungoning vaziri Li Chang bular bilan ko'rishishi kerak edi. Li Chang mi yo'q? Hozir Xi Jinping mi yo'q?
Faqatla bularni bu şirket vekillerini Cungo'nun Tashqi ishlar ministeri Wang Yi qabul qildi. Bu hamda diplomatiyaga uyg'unmi emasmi? Masalan, ular sodda odamlar. Wang Yi diplomatiya odami. Buni qo'yib turaylik. Arandan keyin biz sizlarga yaqinda xabar qildik. Masalan, Nyu-York shahridagi obzorchi Majun Amerika Qo'shma Shtatlar Jungo o'tirisida suhbat to'xtadi dedi. Uning keyinda men sizlarga xabar yetkazdim. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken yaqinda Jungoni ziyorat qildi. Bu xabar misha turibdi ne vatandaş? Misha turibdi. Tarixdan bir asiviteyle hürmetli vatandaş. 20. asrning 1936 yılı Jungo'da Yaponga qarşı urush boshlangan yillar. Taza avjiga chiqmasimi, lekin boshlangan yillar. Dal Yaponga qarşı urushga kirish va yoki kirmaslik, yoki Yaponga qarşı aktiv urush qilish va yoki passiv urush qilish va bu jarayonda kompartiya masalasini qandoq bir taraf qilish va yoki kompartiya mavzuni uchun aytganda Yaponga qarşı urush mezgilida Kuomintang partiyasi va Chiang Kai-shekni qandoq bir taraf qilish, hozir bu ziddiyat var şu vaqtida Mao Zedong bilan Chiang Kai-shek o'tirisi tugun. Nayt dahshatli ziddiyat paytida vatandosh Kuomintangning generali, balki Chiang Kai-shekning eng sodiq generali Yang Ho-ching, anadaki yana birisi Zhao Sheliang, bu ham Chiang Kai-shekning eng sodiq generallaridan birisi. İkisi birleşip her bir özgürüş kıldı. Jiang Zemin'i Xi'anda Mirza qamoqqa aldı. Bu Jungo Kompartiya, Jungo Kuomintang partiya tarixidagi Xia voqeasi. Bu Xia voqeasini kim bir taraf qildi vatandaş? Stalin bir taraf qildi. Stalin Kompartiyani hayhaydab, Stalin Kuomintangni hayhaydab, sizlarning oldinglardagi eng muhim masala hozir Yaponiyaga qarshi turish. İçki talashtarish qilish emas. Demek Stalin bir taraf qildi. Siyosiy o'zgarish qilgan Zhang Sheliang bilan Yang Ho-ching Jiang Zemin'i qo'yib etdi. Keyin Jiang Zemin Tayvanga qochadigan chaqda Zhang Sheliang degani o'zi bilan birga elib ketib Tayvanda bir orolga 47 yil nazarband qildi vatandosh. 47 yil Mirza qamoqqa olib nazarband qildi. Yang Ho-chingning taqdiri qandoq bo'ldi? Zazadong turmusidimi? Shu yerda qayerda bir yerda qazo qildi. Mening bilishim, esimda qolishimcha, lekin to'liq emasmi? Shundoq bo'ldi. Endi kelaylik. 1936-yili Chiang Kai-shek Xia voqeasi bilan harbiy tarafdaridan kontrol qilindi. 2024-yili 7-ayning 21-kuni, ya bu sonni qaytarmaymiz. 7-ayning 15-kuni boshlangan 3-umumiy yig'indimi va yoki shuning oldi keyingi vaqtimi? Hozir qaraganda bu xabarda qarasangiz hozir Rais Xi Jinping harbiy tarafdan nazarband qilindi. Mana men savol qo'ydim vatandosh. Sen Kolbaning oldiga Ukraina chiqishing kerak bo'lgan odamning oldiga chiqmading. Sen Palestindagi 14 urushparast tashkilotlarni birlashtirib xitobnoma e'lon qilding. Bu sening uchun muhim, o'zing uchun aytganda muhim siyosat. Chunki sen O'rta Sharqda Amerikaning siyosatiga qarashtirmoqchi. Bu Falastinlikning oldiga chiqmading. Chiqmading. Buning o'rniga Wang Yi chiqdi. Ondan insonning sezgisiga hayron qolasiz vatandoshim. Tunigun sizga leksiyani so'zlayotganda uning avvalida ko'rgan harakatlarda Wang Yi Jungo Tashqi ishlar ministerligining ministri Wang Yi birinchisi oldirab qolgandek his qildim. Men. İkincisi hozir Jungoning kun tartiblik ishini, kundagi ishini Tashqi ishlar ministri Wang Yi o'ddiga olgandek. Shunday his qildim. Xi Jinping nimishki bu so'rovlarda paydo bo'lmaydi deb o'zim shunday his qildim. Lekin bu fikrni tutib olib, sizlarga mushimikin degan gumoniy shaklda o'ttirib qo'yishga jur'at qilamadim. Çünkü paket yetişmeydi deb mana bugun. Bu paketlarning hammasi yetib keldi vatandosh mana bugun. Demak, hozirgi navbatda shu paketlar asosida Rais Xi Jinping kontrol qilingan bo'lsa, demak hozir Jungoning kundalik ishlarini yoki doimiy hay'at Wang Honing
yoki haliqidek tashqi ishlar ministri Wang Yi bir taraf qildigan bo'lsa, endi bu voqeani qandoq bir taraf qilish? Masalan, Zhang Yusha, hozir Zhang Yusha tutib oldi deydi buni. Hozir Zhang Yusha rad qildi deydi-ku, Zhang Yusha harbiy general odam, harbiy ishlar komitetining a'zosi, ham shuning boshlig'i bo'lgan odam. Shu tutib nazarband qildi deydi. Uni qo'yib etsa qandoq shart bilan? Uni qo'yib etmasa, Xi Jinpingni qo'yib etmasa, yana qandoq shart bilan? Uning o'rniga kim chiqadi? Mushu berilgan xabarlarga asosan men mushundoq tahlil qildim vatandoshlar. Mana xabarlar hammasi paket bilan qo'ydik o'tirgan. Demak, bu ishni ayni chog'da Shia voqeasi 1936-yili sobiq Sovetlar Stalin bir taraf qildi. Endilikdagi bu voqea agar rost voqea bo'lgan bo'lsa, men ishonamanki, mushu kunda Amerika Qo'shma Shtatlari bir taraf qilishi kerak. Tinchlik ichida Amerika Qo'shma Shtatlari bir taraf qilish kerak. Shunday nima dedim? Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingga Laosga ziyoratga berib, Wang Yi tashqi ishlar ministri Jungoni ko'rishdi dedim. Endi shu gapni qilaylik. Davlat ishlar kotibining Laosga berib, Jungo tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishishi kun tartib nima?